Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun arab harflarini o'rganishda davom etamiz. Bundan oldingi darslarda arab alifbosi va 4 ta harfni o'rgangandik. Bugun ta harfidan yana 4 ta harf o'rganishda davom etamiz. Demak, navbatdagi bugungi harfimiz ta harfi. Ta harfining mahraji ustki tishlarimizga tilimiz tekkan holda chiqadi. Ya'ni ustki tishlardan chiqadi. Ta ingichka harf hisoblanadi. O'zbek tilidagi t tovushi singaridir. Demak, fathali holatda ta, kesrali holatda ti va dammali holatda tu deya o'qiymiz. Keling endi so'zlarni o'qib ko'raylik. Mat, mit, mut, tamar, tarir, zurta, amarti, marartu, umirtu, amarat, amartum, umirtum, marartum, murirtum. Shu shaklda o'qiladi. Keyingi harfimiz nun harfi. Nun harfida g'unna holati bo'ladi. Ya'ni nun xuddi mim harfi gibi burun tovushlaridan hisoblanadi. Nun harfi o'zbek tilidagi n tovushi kabidir. Demak, nun ingichka harflardan bo'lgani uchun fathada na, kesrada ni va dammada nu deya o'qiladi. Endi keling so'zlarni o'qib ko'raylik. An, in, zin, man, min, nam, anta, nimta, antum, nimtum, naziru, nazinu, amarna, umirna, mararna, murirna, amrorna. Shu shaklda o'qiladi. Demak, keyingi harfimizdan davom etamiz. Keyingi harfimiz ya harfi. Ya harfi o'zbek tilidagi ye tovushi singaridir. Ya ingichka harflardan hisoblanadi. Ya harfi fathali holida ya, kesrali holatda yi, dammali holatda yu shaklida o'qiladi. Keling endi so'zlarni o'qib ko'raylik. Ay, aymu, zaytu, maytu, ra'yu, ramyu, yaman, maryam, mayzar, mayman, ayman, amrayni, zaytayni, aymayni, maytayni. Shu shaklda o'qiladi. Keyingi harfimiz ba harfi. Ba harfi o'zbek tilidagi b tovushi kabidir. Faqat diqqat qilishimiz kerak bo'lgan yeri ba harfi qalqala harflaridan biridir. Qalqala nima degani? Qalqala ma'lum bir harfni sukunli holatda tebranib o'qilishidir. Hozir sizlar bilan quyidagi so'zlarni o'qiganda harflarni tebranib o'qilishini ko'rib o'tamiz. Demak, ba ingichka harflardan hisoblanadi va fatha bilan kelganida ba, kesra bilan kelganida bi va damma bilan kelganida bu deya o'qiymiz. Keling quyidagi so'zlarni o'qib ko'ramiz. Ab. Demak, ba
sukunli holatda kelgani uchun ba harfini qalqalasini bilintirish uchun uni tebratib o'qiymiz. Ab, ibnu, bintu, baytu, baynu, roybu, zaynab. Demak, yana ba sukunli holda kelmish, ya'ni hech qanday harakatsiz kelgani uchun uni qalqalasini bilintirish uchun tebratib o'qiymiz. Zaynab, barru barru, bayrom, abrom, minbar, biamrayni, bibaytayni, minbarayni, zaynabayni. Demak, bu shaklda o'qiymiz. Agar tushunmaganlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Sizga yanada kengroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Allohim uylaringizni barakat bilan to'ldirsin.